Немішқа қосқымыз тоқтамай açıdı dostlar. Bu oruqlash mezgilida bizni eng qiynayotgan masala bu. Ba'zi odamlar oshqozon kestyapti, ukullarni uryapti. Sababi shu qosqim ichib ketmasgan, ishtarim turaqli bo'lgan, men bir rohatroq oruqlaychi deb qo'yadi o ishlarni. Unda qo'shib bir tabiiy, bir turmush odatimizni azroq tangshash orqali qo'shqimizdan oshmaydigan qilib bo'lamdi. Bo'ladi. Men filmda javobini deb beraman. Sal uzun, tafsiliy so'zlayman. Siz bir tal yurakni berib, bir tafsiliy anglab chiqing. Masalangizni cho'qim hal qilamiz men filmda. Eng muhimlisi, agar sizning qo'sqingiz ozsa, men chidib o'taychi deb bir xil irodaga g'ayratga tayanib o'riqlayman desangiz, bu ishning oxiri chiqmaydi. Chunki g'ayrat, iroda degan u xo'raydigan narsa. Amon bir kun xo'rab tugaydi, siz yana chidiyamay qaytadan jiqiyib samirib olasiz. Bu qo'saq ichish degan badanning fiziologik signali. Siz uni men chidib o'tay deydigan ama psixikalik harakatingiz orqali taqobil turman desangiz, bek cho'ng ahmoqlik qilgan bo'lasiz. Eng avval qo'sqingiz nima ish to'xtamay ochilishning sababini bilib beqing. Bu tajribalarda o'tib bo'lgan va ozuqshunoslar, olimlar tajriba qilib boqqan. Ya'ni bizningki qon shakarimiz qancha tez o'rlab, qancha tez tushsa, bizning qo'sqimiz shuncha oson ochiladi. Masalan, qon shakarimiz shunda o'rlagandiklar badanda, "Va, meni qo'sqim to'ydi, ajab payzi" deydigan bir xil signal paydo bo'ldi. Qon shakarimiz vashshida tushib ketdimi, "Va, men och qoldim, bir narsa yegim bor" deydigan signal paydo bo'ldi. Unda qo'sa biz shu qon shakarimizni unda tez o'rlab, tez tushmaydigan, ya'ni bir turaqli holatga kelishimiz kerak. Qanday qilganda tabiiy holatda shu qon shakarimizni turaqli qila olamiz? Birinchisi, yemak talasi ko'proq bo'lgan tabiiy yemeklarni yeymiz do'stlar. Ya'ni oq un, oq guruch tamoqidan boshqa qo'ngshu, qo'noq, kava, yongyu, qora bug'doy, dalliq ziroat, arpa, suvli yarimsi degandek ma'nodek tabiiy oshlarniki ama yemeklik talasına ait köp buludu. Seykök tatladım yemeklik talasına ait köp buludu. Adı meyvecilerinin şu kan şekerimizi kontrol kıldıgan, yani şeker maddesi töverek boğan meyvelerini talap, bir gündeki bütün yavatkan açlığı dikkat kısak, bizdeki kan şekerimiz en tez süreti turaklı buludu. Bu en yaxşı usul. Ama köpünce o'quvchilar, mesela sırtlardan tamak yeydi, hizmet aldıraş yoki o'quvchilar maktablardan tamak yeydi. Bunda bir kunlik 3 vaqt tamakdan hammasiga bunda diqqat qilmay deyamaydi. Unda qo'sa ikkinchi usulni ishlating. Ya'ni siz oq un tamaqi, oq guruch tamaqini yesingizmi, yang, ammo cho'qim ko'pligan go'sht, ko'pligan saykuktat bilan biling. Masalan, oq un tamog'iniki bizning shakar massasi yuqori bo'lgan bilan uni jiqroq yeshil saykuktat, undan go'shtni tang iste'mol qilsak, uning shakar massasi tuvallaydi degan gap. Ba'zi qo'shlar va lag'ma esa ximirni yeydi, go'shtni eng oxirida yeb qo'ydi, saykuktatlar ishib qoladi. Ba'zi qo'shlar va bir vaqt tamoqqa bir tishlam non bilan ozroq choyni ichdi, uningda saykuktat mineral modda degan narsa yo'q, yo go'sht oqsil degan narsa yo'q. Shunga u qo'sqa oson to'ymaydigan, ya'ni yarim soatdagi ochliq olib qoldi. Bir vaqt tamoq tampon bo'lmasa, ya'ni bir vaqt tamoqdagi sizning qon shakaringizni kontrol qila oladigan bir yemeklikni o'rinlashtirmasangiz, boshqalar qaraganda sizning qo'sqingiz texnik tez ochadi, boshqalar qaraganda bir vaqt tamoqni jiqyab olasiz degan gap. Shunday siz mayli nadin tamoq yem, cho'qim saykuktatni cho'qim birinchi o'ringa jiqroq o'rinlashtiring. Ondan go'shtni o'rinlashtiring, uningga yana oq mifan, oq ximir masalan lag'manlarni yesangiz, qo'sqingiz unda oldirab ichib ketmaydi, oson to'ydi degan gap. Üçüncüsü bu texim oson. Masalan siz idoradan tamoq yeysiz, maktabdan tamoq yeysiz. Tamoq chaqirtganda birinchi bo'lib bir 100 gramdan 200 gramcha saykuktatni chaqirib, uningdagi go'shtni, uningdagi asos ashini qilib, eng beshida saykuktatni yeng. Uningdagi go'shtni yeng, eng oxirida ximirni yeng. Shu chaqda sizning qon shakaringiz yana asta o'rlaydi. Qon shakar asta o'rildi degan gap, u cho'qim asta tushdi degan gap. Buni bir 3-4 soat, 5-6 soat vaqt ketadi. Bu jarayonda sizning qo'sqingiz oshmaydi. Qon shakar qancha tez o'rildi, o'sha tez suratda tushib ketdi. Sizning yarim soatda bir qo'sqingiz ochida olib qoldi. Oson meka, ilmiy pozitsiyada bo'laylik bu ishga. Menga ergishib bilan, bak yaxshi usullarni yutib qo'yman.